Hammaga salom. Men yaqinda Las Vegasda bo'lib o'tgan moliyaviy konvensionda qatnashish baxtiga muyassar bo'ldim. 3 kun davomida moliyaviy sohaning eng muvaffaqiyatli mutaxassislari bilan bir safda bo'ldim. Men bu yerda Tom Zigler, mashhur motivator Zig Ziglarning o'g'lini nutqini tingladim. Shuningdek, butun dunyoga tanilgan moliyaviy mutaxassis Hubert Humphrey bilan uchrashdim. U afsonaviy bokschi Muhammad Ali bilan ham birga ishlagan inson. Bu 3 kun mening hayotimdagi eng katta ilhom manbalaridan biri bo'ldi. Chunki men ilgari diplomatlar va VIP insonlar bilan birga ishlagan bo'lsam, bu safar eng kuchli va muvaffaqiyatli moliyaviy mutaxassislari bilan uchrashdim. Mening maqsadim o'zimning bilimimni jamiyatimga ulashish. Men odamlarimizga moliyaviy investitsiyada to'g'ri qaror qabul qilish, oilalarini moliyaviy himoya qilish va farzandlarining kelajagini kafolatlashni o'rgatmoqchiman. Mening jamoamga qo'shilishni xohlovchi har bir kishini kutaman. Birgalikda biz nafaqat moliyaviy bilimlarni oshiramiz, balki oilamiz va jamiyatimiz kelajagi uchun mustahkam poydevor qo'yamiz. Agar siz ham moliyaviy erkinlik sari qadam tashlashni, kelgusi yirik konvensiyalarda men bilan birga qatnashishni istasangiz, mening jamoamga qo'shiling. Rahmat.